Feruza Normatova yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Feruza Normatova o'zining Instagram sahifasida ochiq-oydin qattiq ogohlantirish bilan chiqdi va bu chiqish bir zumda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Feruza Normatovaning aytishicha, bir guruh odamlar uning va turmush o'rtog'ining hayotiga orqadan ish qilib, o'zlarini omma oldida yaxshi, mehribon qilib ko'rsatib, kamera qarshisida pok insoniylik namoyishini qilayotgan ekan. Man ogohlantirdim. Iltimos, man va erimga nisbatan orqadan ish qilib, hammani oldida o'zlaringni mehribon qilib ko'rsatmanglar, deydi aktrisa. Agar bu ishlar yaxshilikcha tugamasa, nimalar bo'lishini xalq ko'radi, dedi aktrisa qat'iy ohangda. Aktrisa ayni paytda kimlarningdir qaysi ishni qilayotganini yaxshi bilaman deb talab qilayotganlarning o'yindan chiqib ketishga harakat qilayotganini, ammo endi kech bo'lganini aytib o'tdi. Qilar ishni qilib, endi o'yindan chiqishga harakat qilganlarni yuzini ochaman, deydi aktrisa. Menda juda katta auditoriya bor. Xalq hammasini ko'rib turibdi. Sabr ko'sam to'ldi, deya ta'kidladi Feruza Normatova. Feruza Normatova hatto qonun xodimlaridan tortib, san'at odami, bloger deb ataluvchilarning o'tmishi va kelajagigacha barchasini ochiq intervyu orqali oshkor qilishini aytib o'tdi. Ogohlantiraman, endi yashirin o'yinlarga chek qo'yaman, deya po'pisa qildi aktrisa. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.